Assalomu alaykum aziz xalqimiz. Bu videoni o'tkazib yuborishda shoshilmaysizlar. Oxirigacha ko'rishinglarni iltimos qilaman. Mana 8 yildan beri bitta dard bilan kurashib kelayotgan opamizni xonadonlariga tashrif buyurdik. 8 yildan beri buyrak ishlamaydi. Sun'iy buyrak qo'yishgan. Aziz xalqimiz shu opamga qo'lingizdan kelgancha yordam qilishinglarni iltimos qilaman. Hammadan opam ham xudo xolasa oilalarini bag'riga eson-omon soppa sog'lom bo'lib qaytishlarini tilakdoshman. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, mehribon insonlar. Men mana shu dard bilan 8 yildan beri olishib kelaman. Mana 2 yildan beri gemodializ olaman. Qo'llarimda fistula bor. Bunda gemodializ olaman. Haftada 3 kun qatnayman. Haftada 3 kun qatnashish o'zi bo'lmaydi. Saxovat besh insonlardan so'raymanki, men ham shu sog'lom insonlar qatorida bo'lsam, shu jamiyatga foydam tegsa, bolalarim bilan farovon yashasam, xo'jayinimdan ham Alloh rozi bo'lsin, shuncha yildan beri davolatib yordam so'rashdan boshqa ilojim qolmadi. Xonadonlarda sharoitlarni ko'rib turibmiz. Sotiladigan narsa hech narsa qolmadi. Faqat xalqqa murojaat qilyapmizki, yordam qilsanglar, shu opam ham xudo xolasa oila a'zolarining oldiga soppa sog'lom bo'lib, xursandchilik to'y-to'nolarda qatnashib yursalar, niyat qilamiz. Aziz xalqimizdan iltimos qilamizki, pastda karta raqamlarini, telefon nomerlarini qo'yamiz. Qo'lingizdan kelgancha 5000 so'mmi, 10000 so'mmi yordam qilsangiz, xudo xolasa opam ham oyoqqa turib yaxshi bo'lib ketadilar. Asosiysi ikkita buyrak ishlamaydi. Aziz qadrdonlar, shuni unutmanglar. Poddeshka kutaman yangi qo'rg'on. Hammalarga ishonamiz. Hammaga rahmat. Omon bo'linglar. En güzel hanım anam, cennet hurisi sen. Senin ettiğin dualarla erşe çattı başım. Elini semaya aç.